O'rtoqlar, Kumxo. Bu balonni reklamasi emas. O'zbekistonnikini, Rossiyanikini, Xitoynikini olib mana shu yo'llardan haydab ko'rganman avvalgi yillar. Qor vaqti ham haydab ko'rganman yoki shunaqa bu balandlik, tepaga chiqish. Mana u tomon tepaga chiqib ketyapti. Ko'raysizmi? Mana shunaqa yo'llardan O'zbekistonniki umuman chiqa olmagan. Xitoyniki ham chiqardi, juda ham qiynalib chiqardi. Rossiyaniki ham chiqadi, lekin Rossiyaniki sal tez ketib qoladi. O'zbekistonniki eng tuftasi O'zbekistonniki ekan. 1 yilga yetuvdi, ham qorli joylardan yura olmasdi. Mana bu bemalol tepaga chiqib ketdi. Mana tepaga borib qaytib kelyapman. Endi men bu pastga tushib ketaman. Mana bitta men yurganman, boshqa hech kim yurgan yo'q. Bu yerda odamlar yurgan, menimcha soldatlar. Bu tomon Tojikiston, mana tog'lardan o tomonga o'tsa Tojikiston. Agar xohlasalaringiz, Telegramda lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Lekin zo'r balonlar ekan mana. Kumxo degan. Tishini ko'ryapsizlar, shunaqasini hisob qilsangiz, qimmat bo'lsa, o'rtoqlar, qimmat bo'lsa, $10 dan qimmat. Men Xitoynikidan, O'zbekistonnikidan normal qimmat, lekin Xitoynikidan $10 qimmat bor yo'q. Qorni qaranglar, o'rtoqlar. Bir qarich, 1,5 qarich qor. Mana izi o'shan protektorda izi.